Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari. Mana keyingi zakaslarimizda 3 ta eshik 4 ta romni oltin ko'lga olib kelib o'rnatib berdik. Mana ko'rib turganingizdek, jinsida och rangidan juda ham chiroyli chiqdi. Mana bitta 2 qanot, ikkita bir qanot o'rnatganmiz. Mana ochilib yopilishlarimiz ham juda ham chiroyli, bemalol ochilib bilaman. Aynalar germetiklangan. Romlarimizni mana ponni ip tortib oldin tekis qilib o'rnatib berganmiz. Juda ham tekis, juda ham chiroyli chiqdi. Endi oldin bitta chiroyli qilib shu qilib olsa, yana ham yaxshi bo'lar ekan. Kimga shunaqa eshik romlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana ochilib yopilishlari juda ham zo'r. Orqa taraflaridan ham ko'rsatamiz. Penalab bo'ldik mana. Hatto penalab qo'ydik, pena shop bo'ladi, juda ham zo'r bo'ladi. Xudo xolasa. Mana bularda narxini aytib bo'lsa, kvadratini 700 ming so'mdan olib kelib o'rnatib berdik. Hamma yo'q ichida bo'ldi. Mana kalitini topshirdik. Mana kimga eshik rom kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Elga qilyapmiz, el qatori mana sizlarga ham qilib beraveramiz. Yoqqan bo'lsa bitta like, podpiska bosib qo'yamiz. Kanalimizga keyinroq tarqalish uchun. Hatto kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rab qolaman. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Piston deb